assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Umid qilaman sog'at va salomat bo'lsangiz. Bugun ham chorshanba sabah orzu dasturini o'zbeki bo'limiga xush kelibsizlar. Azizlarim, ohista bizlar ham sovuq kunlarga duchor bo'lgan va ohista havo sovuq bo'lgan va shu bilan ham bizlar xazon faslini ikkinchi oyda qaror topgan va shu kecha va kunduzlar sizlar ko'rasizlarki havo sovuq bo'lgan va zamoniki havo sovuq bo'ladi, tag'ir faslida bu holatda ba'zi bemoriهای fasli topiladi. Zamoniki havo sovuq bo'ladi, bu paytida viruslar ko'ptar muntashir bo'ladi va ba'zi bemorilarga bizlar duchor bo'lamiz. Bu bemorilar tomoq og'riq, bosh og'riq, rezish, zukom, jon dardi, bel og'riq va hamchunon oyoq og'riqqa bizlar duchor bo'lamiz. Chunki bu faslda havo sovuq, azolatlar o'z holatini به شکل انقباض یا هم که بسته و محکم بوده. شو پایتده مفاصل برای یقین بوده و بزله ایاغا رو بلاغه دچار بوده و bu holatda bizlar qandoq qilib o'zimizni, azizlarimizni, xonadonimizni muroqabat etsak. Azizlarim, unutmaylarki, ko'proq bolalar, katta kishilar so'nggi sonlari xeyli bilan bular mutazarir bo'ladi va hamchunon ba'zi holatda bizlar ko'proq muroqabat etaylikki, bu bemorilar ko'proq bo'lmasin va bizani mahkam dard olmasin. Shu paytida birinchida avval bizlar ko'shish etaylikki, issiq kiyimlar kiyaylik. زمانی که هوا کوب sovuq bo'ladi, bu paytida bizlarning badanimizni harorati kamroq bo'ladi. Bizlar ko'rsha etaylikki, dimoy issiqda o'toqimiz issiq bo'lsin, kiyimimiz ham yaxshi bo'lsin. Bir so'zim onajonlarga borki, bular ko'shish etsalarki, aziz bolalarini o'zlaridan ko'ra bir kiyim ko'proq kiysinlar. Chunki bular badanlari xeyli zaif va muqomatlari ham xeyli poyin bo'ladi. Shu holatda bular ko'shish etsalarki, yaxshi kiyimlar, issiq kiyimlar aziz bolajonlarga kiydirsalar. Ikkinchida ham ko'shish etsalarki, issiq ovqat yeysinlar, moyot ko'p ichsinlar. Bu holatda ba'zi bemoriya, masalan, tomoq yo hamki rezish bo'ladilar, zukom bo'ladilar. Bu paytida boyad suvi tarkori omoda qilsinlar, osh omoda qilsinlar, masova shunday moyot ko'ptar istifoda qilsinlarki, bu holatda shu moyot bois bo'ladiki, bizani muqomat badanimiz ko'paysa. Xo'p, دیگه bu ki ko'shish etinglarki, sizlar bu holatda o'zlaringizni issiq uyda saqlaylar va hamchunon bu ki sizlar bu paytida ko'shish etinglarki, dashtlarga ko'proq chiqmaylar, chunki bu viruslar sori ham bo'ladilar. دیگه bu ki hifzil sahalaringizni ko'ptar rioyat etinglar. Hamisha vaqt ko'shish etinglarki, qo'llaringizni sobun bilan shu beringlar. Chunki bu bemori zamonki xudoy naxosta bizlar bir a'zoy familiyamizga, do'stimizga تماس olamiz, bu bemori intiqol beradi. Va oxirida ham sizlar ko'shish etinglarki, mevajot yeylar, sabzijot yeylar. Shu bilan fasl meva va ba'zi meva ki vitamin C va bundan ko'proq yeylarki, muqomat badanlaringizni ko'ptar etadi. دیگه azizlarim, unutmaylarki, o'zlaringizdan ko'proq rioyat etinglar, muroat etinglar, muroqabat etinglar. Chunki bu holatda odamning badani xeyli zaif bo'ladi va ko'ptar bu holatda suv ichinglar. Har qanchaki sizlar suv so'qmasanglar, vali ko'shish etinglarki, moyot ko'ptar ichinglar va ko'shish etinglarki,
Uylarizda man shiplang bovarim bor ki sizlarni oshpazxonalaringizda birdan to 5 raqamgacha giyohlar bor ki sizlar u tariqdan qilalasizlar ki bir damno'sha xeyli yaxshi omoda qilsanglar, ichsanglar. Digar bizlar ham ohista fasl qishga nazdik bo'lamiz va ko'shish etinglar ki bu holatda ko'ptar o'zlaringizdan muroqabat etinglar va so'zim bor onajonlarga ki oysa ham imtihonot solona yaqin ko'rshatinglar ki aziz bolajonlaringizni yaxshi tag'ziya qilinglar, kiyimlarini yaxshi kiydiringlar, chunki bu holatda agar bizlarni qarnimiz to'q bo'lmasa, agar bizlarni agar siz bu holatda sizlar ko'shish etinglar ki aziz bolajonlaringizga yaxshi kiydiringlar, yaxshi kiydiringlar, yaxshi yediringlar va bu paytida xeyli ko'p tamarkuzlari bo'ladi. Xo'p azizlar, qish oy xazon fasli xeyli xushro'y, go'zal fasli va birinchida ham xeyli ko'shish etadilar ki bu faslda mardum piyodagarda esa qadam qo'ysa, barglar hammasi saraklarni xushro'y etgan. Shu paytida shu fasli xazon va qish fasli xeyli go'zal fasl, vali o'zini cholishlari ham bor. Shu cholishlarda bizlar men ba'zi nukotlarni aytdim, inshaalloh ki sizlar rioyat etsanglar.